Yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday yaxshimi? Hozir vaqtinlar xeyirli bo'lsin. Meni ismim Farhod. Bugungi bu iqtisod qonun kanalini qizg'in qachonman. Mablag' solish xatarlik, mablag' solganchada ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' solishni o'rganing. Bugun masala bilan o'rtoqlashadiganim bo'lsa, biz yana qanday aktiv pul topa olamiz. Men hozir qonunlar ichilgandan yoqi hozirgacha 80% 90% mushu passiv kirim qilish jihatdan o'zimniki biladigan bilimlarimni berib keldim. Mushu mablag' solish, paychak mablag' solish u bu degandek. Lekin biz yana mushu odatda o'zimizning qo'ldan kelgan qanday aktiv pul topa olamiz. Ya'ni o'zimizning xizmati bor, savdo u bu degandek, ikkinchi qilgan xizmatlarimiz degandek yerlardan yana qanday aktiv pul topa olamiz. Bu bugun sizlar bilan o'rtoqlashadiganning to'lisi bo'lsa, o'zim mushu mablag' solayotgan shirkatlarningki foydali taraflarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi bo'lsa Shopify. Shopify'dan biz qanday aktiv pul topa olamiz. Shopify'ni agar yaxshi tushunib baksangiz, e-commerce, ya'ni dropshipping deymiz. Mushu vositlikcha pul tepish, mushu fursati. Shopify men o'zim egallab baxdim. Shopify mushu Amazon boshqalari qaraganda texmi asaraq o'zingizning to'rbitini shunday yaxshi loyihalaysiz, o'zingiz xohlagan rasmlarni, logolaringizni, andan hatto o'zingizning mushu mallarni mo loyihalaysiz. Masalan, biz oppoq t-shirt kiyimning ustiga o'zingizdan xohlagan mushu ya muqamdan siz atlasdan siz har xil mushtaq rasmlarni bizning Uyg'urlarningki madaniyatiga tushadigan rasmlarni ustiga chaplab, ularni torbitingizda chiqarib qo'yib satsangiz bo'ldi. Shundoq oson bu torbatlarni loyihalash. Ham torbatningki pul haqqimi uncha qimmat emas ekan. Yiliqiga $30 atrofida. Qimmatlarim bor ekan, qimmatlarda texnik foydali yerlarim bor ekan. Lekin azon qilmatsangiz $30 bilan ham oyliqiga bir do'konni ocha olasiz. Undan boshqa to'laydigan yerlarim yo'q ekan. Ojizlik yerlari yana shu e'lonchilik tarafda. Facebook, Instagram, ya bu YouTube, Google degandek boshqa sahifalarga aralashtirib e'lonchilik qila olasiz. Lekin u taraf kirgan chog'da cho'qim o'zingizniki shunday yaxshi shu sifatlik mailingiz bo'lsa, andan keyin u taraflarda texim yaxshiroq bo'ldi. Lekin agar odatdagi bakmi yaxshi setilmaydigan bo'lsa, bu e'lonchilikqa to'laydigan pulingiz texmi jiqlashdi o'zingizning setilishidan. Amal bor, menimcha yalda shu o'zingizniki e'lonchilik tarafdagi shu qobiliyatingizni ishlatib, ya bo'lmasa WhatsAppda guruh qilamsiz, ya boshqa sahifalarda guruh qilamsiz, ya bo'lmasa Instagramda odam yig'ib, andan keyin ashnada o'zingiz e'lonchilik qilamsiz va o'zingizning mailni satsangiz bo'ldi. Ya bo'lmasa o'zingiz loyilab uni da do'kon ochmasangiz-mi, o'zingiz yaxshi ko'rgan mushta mallarni yasab chiqarib o'zingiz kaysangiz bo'ldi-ku. Men shunday yaxshi ko'rdim. Men balkim bundan keyingi o'zim yaxshi ko'rgan Uyg'urlarning madaniyatlik mushta rasmlarni o'zim loyilab, o'zim qilib, o'zim kaymoqchi. Masalan, do'ppa, shapka, har xillar yozam. Ham buningda Shopify'niki bir yaxshi yeri, siz masalan ashtaq do'kon ochsangiz, o'tirliqda bu malga tegmaysiz, qo'lingizga tegmaydi. Shopify'niki bu shirkati o'zingizga hamma ishlarni qilib berdi. Rasmlarni chaplab, mayklarga degandek, andan keyin bularni siz boshqa sotuvchilarningki adreslarini kirgizib bersangiz, ashlar o'zlari hamma eshiklarni pechatlab, u qilib adresiga yetkazib berdi o'zi. Siz o'tirliqda ishlam qilmaysiz. Siz faqatlam bir vositachi. Bir tarafdan malni sotuvchidan, yana bir tarafga mal og'uchiga yetkazib bersiz. Agar sizning o'zingizdan shunday ishinadigan mallaringiz bo'lsa, Shopify'ga qarab qo'ying. Ham hozirmi yangidan taraqqiy qilayotgan boshqa mushta torbatlar bor. Ularni yangidan yaxshi taraqqiy qilyapti. Har bir davlatlarning o'zlariniki ayrim mushta torbatlari bo'lib ketdi. Afrikaning, Koreyaning, u degandek. Men mushu hozir Kanadaniki Shopify'ni shunday yaxshi ko'rdim. Ya bo'lmasa siz allburun bu sohaga kirib olgan Amazon, eBay'lardan narsalarni sotayotgan bo'lsangiz, Shopify'ga qarab baksangiz bo'ldi. Ondan ikkinchi, yana qanday aktiv pul topa olamiz? Airbnb. Airbnb'ning paychikimi menda bor. Airbnb'ni shunday yaxshi ko'raman. Ham hozir azroq shu pandemik to'g'riliq azroq gaplar chiqayotgan bo'lsa, menimcha kelgusi shunday yaxshi bo'ldi. Airbnb'da siz qanday aktiv pul topa olasiz degan chog'da, bu shu o'zingizning uyi shunday kangtasha jiq ayrim uylarınız ortiq bo'lsa, o'zingiz ishlatmaydigan yerlarınız bo'lgan yerlar bo'lsa, bu ayrim bir eg'iz uyingizni ham oddiylam
Airbnb bu gapning o'zining ismi shunday oddiy kelgan. Air, bed and breakfast. U degani yallik karvat, ondan atganlik nashta degan gap. Buniki hikoyasi shunda oddiylam shunda boshlangan. Hikoyasi masalan bo'lgan so'zlab yurmay, o'zingiz qarab baqsangiz bo'ldi Google'da. Shunda oddiy saramjonlar bilan oddiy karvat, oddiy bir ustal ya o'rindiq qo'ysangizlar, nurg'un sayohatchilar hozir mushtaq mehmon saroylar emas, kishilarniki uylarda yetishni ham yaxshi ko'rina olib ketdi. Lekin shu pandemik jihatda sal tozaliqlarga sal diqqat qilib Airbnb'niki shirkatning o'ziniki chiqargan tuzumlari bo'lishi mumkin. Shu tozaliq jihatda u taraflardan tega egallab baxmadim. Agar xohlasangiz, mushtaq siz nada bo'ling? Dunyoning har qanday yeri bo'ling, Turkiyada bo'ling, Kanadada bo'ling, Avstraliyada bo'ling, mushu har qanday yerda ishlaydi bu. Mushu uyingizda bir yig'izni qilib pul topib bo'ldi. Buni o'zingiz yana izlanib baqsangiz bo'ldi. Ondan yana bu Airbnb'niki men yana yaxshi ko'rgan yerlarim ba'zan mushu o'ziniki uyi, anki o'ziniki qo'rosi shunday cho'ng ba'zan kishilar ondan bu uyiniki qo'rosiniki manzillari shunday chiroyli, masalan egiz tog'larning ustida chiroyli yerlar bo'lsa, shundoq olqishga erishir ekan. Ondan bu egiz tog'larning ustiga siz ayrim bir uy solsangiz bo'ldi. Hozir shu ba'zan to'rbatlarda masalan ko'pikka o'xshaydigan yog'an uy plastikdan yasalgan bo'lishi mumkin. Mushu uyning ichiga karvat, saramjonlarni sab qo'yiblar, lekin uyning ichidan butun hamma manzillarni ko'ra olasiz. Shunda chiroyli, hamma odamni olqishiga erishyotdi. Kunligiga 200-300 dollarlardan turganlar bor ekan. Bu hammasini ilib saramjonlashtirishga menimcha bir 10 ming dollarga ketmaydi. Qilib olasiz. Shunda az chiqim bilan yaxshi bir savdo bo'lg'idek. Agar bu taraflardan yaxshi mashg'ulot qila olsangiz, bu taraflarni qarab baqsangiz bo'ldi. Ondan 3-chi yana qanday aktiv pul topa olamiz? Agar o'zingizniki shu uylarning qo'ro joylaringiz xili keng tasha, cho'ng yerlar bo'lsa, agar manzillari bakmi chiroyli emas Airbnb'larga ishlatmaydigan bo'lsangiz, lekin qanday qila olasiz bu yerlarni? Hozirgi shu solar panels deymiz, quyosh energiyasi bilan elektrni yig'adigan shunday texnika. Bu kelgusida shunday oqadigan soha bo'ldi solar panel tarafdan. Shu quyosh energiya shu taxtaylarni qancha jiq bo'lsa, patqodak ambiyalarga qo'yasınız. Andan keyin uningda yig'ilgan elektrlarni o'zingizniki hukumatiga elektr shirkatlarga setib bera olasiz. Shundan bu kirim qila olasiz. Buni saramjonlashtirishga sal vaqt, sal kuch ketishi mumkin. Undan keyin buning o'zimi bir passiv kirim bo'lib qoldi. Fiverr, andan keyin birsi Upwork. Dedim şu iki xil şirket. Bu iki xil şirket amaliyotda ikkisi bir soha, ikkisi bir-birisiga raqobat. Bu qanday torbatlar degan chog'da o'zingizniki har qanday qobiliyatingiz bo'lsa, mushu torbatga ayrim vaqtingizni chiqarib, xizmatingiz boshqa savdingizdan boshqa o'zingizniki mushu qobiliyatingizni torbatga chiqarib, ashni sota olasiz. Dunyoning har qanday yerdagi odamlarga. Olqishga erishyapti. Ham shunday ajiq odam bo'lib ketdi, taraqqiyotimiz shunday yaxshi. Har qanday texnikangiz bo'lsa, ya bo'lmasa grafiklar aylamsiz, ya fotograf bo'lsiz, yoki usulchimi, yoki badanchini turamsiz, yoki qiziqchimi, nima bo'lsa, hatto 10 minut vaqtingizni, ba'zan meni ko'gnim 10 minut vaqtini 20-30 dollarga, 1 soat vaqtini 40-50 dollarga mushtaq sota oladiganlarni ko'rdim. Texnikangiz, qobiliyatingiz texnik yuqori bo'lsa, balkim uningda mijiq pullarga erisha olishingiz mumkin. Bu torbatlarni bilib qiling, Fiverr, Upwork. Bularmi shunday yaxshi taraqqiy qilayotgan shirkatlar o'zingizniki texnikalarni har qanday yerda turib sota olasiz. Ondan yana eng oxiri, yana qanday aktiv pul topa olamiz degan chog'da men hozirgacha deb keldim. Har bir odam, har bir inson bir dunyo. Shunaqa har bir odamniki ideyasi shunchalik o'xshamaydi. O'zingizniki shu o'xshamagan ideyangizni bir kitob qilib yozib chiqa olsangiz, uningga sal-pal shu texnika ketadi, shu hikoya, anaki to'qinish taraflardan sal kuchliroq xarakterlarni sal yaratib, anaki shu o'zingizniki xos shu ideyalaringizni qo'shib bilan yoza olsangiz, u shunday yaxshi aktiv kirim bo'ldi. Beshta sal vaqtingiz ketishi mumkin. Keyin yezib olqishga erishsa, u bir passiv kirimga aylanib ketadi. U shunday yaxshi bir kirim qilish
manba bo'lib qoldi deyman. Meningmi keyincha mushta bir kitoblarni yozib boqqim bor. Agar sizmi xohlasangiz, o'zingizniki mushu ideyangizni xalqlar tushunsin desangiz, kitob yozib boqsangiz bo'ldi. Amsa bugun men mushu aktiv qanday pul topa olamiz degan chatda mushunchalik so'zlay, yangi ideyalar, yangi xiyollar kirib qolsa, yana davomli so'zlab bermay. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bosh maltaqni besib qo'ying, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Kelasi sonni ko'rishaylik. Allohga emanet.